Bir odam ko'p yesa ham semirmaydi, boshqa bir odam esa kam yesa ham vazn tashlamaydi. Bu adolatsizlik emas, bu shunchaki biologiya. Buni ilmiy izohi bor. Insulin rezistentlik belgilari asosan qorin sohasida yog' yig'ilishi, shirinlik yegandan keyingi uyquchalik holati va ovqatlangandan keyin 1-2 soatdan keyin yana birpasda tez och qolish hissi paydo bo'ladi. Va ko'pincha bemorlarda bo'yin sohasida, qo'ltiq sohasida, teri buklanmalar sohasida qorayishlar paydo bo'ladi. Va eng ko'p uchraydigan klassik belgisi bu doimiy charchoq va energiya yo'qligi hisoblanadi. Tekshirish qanday? Qonda insulin gormoni tekshiriladi. Me'yorda bu ko'rsatkich 5-7 dan oshmasligi kerak. Yaxshi xabar esa insulin rezistentlikni dori-darmonlarsiz ham to'g'irlash mumkin. Buning uchun birinchi navbatda ovqatlanishni tuzatish, muntazam harakat va ijobiy natija. Kerak bo'lsa shifokor qo'shimcha dori ham belgilashi mumkin. Sizda ham qorin sohasida yog' yig'ilyaptimi, shirinlik yegandan keyin uyquchanlik kuzatilyaptimi? Izohlarda yozib qoldiring va bu videoni shu belgilari bor bo'lgan tanishlarimizga yuborib qo'yamiz.